Hop, keyingi o'yin Vodiy derbisi ekan. Andijon juda ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'lgan o'yin. Prinsipiallik juda ham katta edi va bitta xursand qilgan jihatdan aytib ketay o'yindan oldin, to'xtalishdan oldin. Ikkita jamoaning muxlislari orasida anchagina gap so'z o'tib qolgandi, fan klublar orasida ayniqsa. Va bundan o'yindan bir kun, ikki kun oldin ular yaxshigina kelishib olgan va ortiqcha bir-birimizga provokatsiya qilmaslik va hokazo shu tomonni xursand qildi. Urush janjalsiz boshqa maydonda chiroyli futbol ko'rsak, u muxlislarni urush janjali nima emas. Chiroyli bir-biriga she'rlar, nimalar bilan bo'lsa, u boshqa. U gap so'z bo'lishi mumkin emas, lekin urush janjal chunki anchagina gap so'z o'tgandi, baribir hammaga yetib borgandi. Shu narsa bo'lmadi, barham berildi, shu narsa xursand qildi. O'yinga keladigan bo'lsak, Samvel Babayanni dan Andijon muxlislari norozi. Tabiiyki bu natijalardan kelib chiqib, lekin qaraydigan bo'lsak, Navbahor bilan o'yinda Navbahor ustunligi sezildi. Ammo bitta narsa bor, 90 daqiqa Andijon ham kurashdi. Jang berdi. Bu tomoni ham bor. Shu tomonni ham o'ylash kerak va Samvel Babayanga imkon berish kerak. Hali ketmadi, hali so'roq ostida, lekin o'yinning ertasi kuni Vodiy tomonlaridan Babayanga chiqish eshiklari ko'rsatilyapti. Hozir yakuniy xulosa kutib turildi deb aytildi. Buni bilmadim, lekin o'yin tomonlama aytadigan bo'lsak, Timur Kapadze Navbahorni sekin-sekin shakllantiryapti. Faqat jamoani menimcha bitta kamchiligi bo'lyapti nazarimda. Katta o'yinlarga juda katta tayyorgarlik, kichik o'yinlarga menimcha ortiqcha nastroy qila olmayapti. Shunaqa, o'zini tayyorlay olmayapti nazarimda. Shuning natijasida masalan ikkita o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Qo'qon va Buxoroga qarshi. Shunaqa. Ikkalasi ham oxirida urdirib. Shunaqa. Derbida juda ham ko'p muxlislar keldi. O'yin tomonlama ham biroz zerikarli tus olyapti, chunki jang bo'ldi-da maydon. Kurash haddan tashqari ko'payib ketdi va oxirida gol bo'ldi. Endi bu dahshatli bo'lib ketib qoldi, chunki bu ikkala jamoaning o'yinlarida doim oxirida gol bo'lyapti-da. Finaldan tortib, finaldan oldin ligadagi to'qnashuvlarda o'tgan oxirgi o'yinda ham shunaqa bo'lgandi va bu Samvel Babayanning kursini qimirlatib tashladi ancha. Lekin hali unga imkon berish kerak degan. Siz imkon berish kerak. Yoki aynan o'sha savol bilan sizga yuzlanmoqchi edim. Babayan qolish kerakmi yoki? Mencha mana tushuntirib beraman. Kecha o'zim Instagramimga Arbelovani Bavariya bilan o'yindan keyingi fikrini tarjima qildim-da, ispan nashridan. Arbelova Realda ustozi aytayapti. Bavariya singari bir murabbiy bir necha yil ancha vaqtdan beri bir jamoada ishlayotganini hisobga olsak deyapti. Bu jamoa futbolchilari bir-biri bilan yaxshi tushunishi yo'lga qo'yilganini, bir murabbiy o'z g'oyasini to'liq realizatsiya qilishga vaqt berilgan jamoa ekanligini hisobga olsak, bugun biz ko'rsatgan o'yin, ya'ni biz endi yangi murabbiy keldi, yangi futbolchi, yangi sxema, biz ko'rsatgan o'yin yomon emas deyapti. Realni ustozi mana shu narsani aytayapti. Bugungi zamonaviy futboldagi eng katta muammo natijani juda tepaga qarab chiqib ketgani. Chunki avvalgiga nisbatan hozir futbolga kattaroq pul tikilyapti. Va bu pullar kattalashgani sari uni sprosi, ya'ni uni so'rab olinishi ham kattashaveradi. Lekin bu degani murabbiy almashsa hayot yaxshi bo'lib ketadi, hamma baxtli bo'lib ketadi, ertaga quyosh kattaroq chiqadi degani emas. Bu narsa aniq. Men nimani tarafdorman? Agar men tushunardim, mavsumning oxiri bo'lsa, ya'ni mavsumning mayli birinchi qismi tugadi, jamoa juda pastda, yutganidan yutqizgani ko'p. Va mana shu paytda iste'fo bu to'g'ri bo'lardi. Men Bestikam fikriga qo'shilaman, ya'ni unga ishonib kelgan futbolchilar bor. Hozir Samvel Babayanning iste'fosi Andijonni kelajak rejalarini yana -1 yil orqaga surib yuboradi. Yana 1 yil. Maksim Shatskixni kelgani o'z vaqtida Andijonni o'rtada shunaqa holatga solib qo'ydiki, jamoa bo'shliqda qolib ketib qoldi o'rtada. U yoqqa ham o'ta olmadi. Shatskix kelyapti, o'zini futbolchilarni olishga ulgurmagan. Avvalgi jamoa futbolchilari murabbiy yig'ib ketgan jamoa. Va u jamoa bilan men natija qila olmayapman, o'zim futbolchilarimni olishim kerak, mavsum o'rtasini kutaman dedi. Natijalar dabdala bo'ldi, o'zini futbolchilarini olib berdi, ular moslashgungacha Andijon kutmadi. Gap bitta hozir Andijon haqida emas, Superligada ishlayotgan qaysinki murabbiy bo'lsa, uni 5 ta turdan keyin yoki 6 ta turdan keyin qolishi ketishi haqida xulosa qilish bu baribir shoshilishga kiradi. Boshkovich iste'fosi uni o'tgan yilgi o'yinlari bilan ham bog'liq. O'shalar ham yig'ilib keldi unga. Lekin Arbelova Timur Kapadziga ham to'g'ri keladi, u ham yangi yig'ildi baribir. Ikkalasi ham yangi. To'g'ri, lekin o'yinda bitta narsa bor-da. Masalan, Andijonni Navbahorga boy bergan o'yini, Andijonni Neftchiga boy bergan o'yini bor. To'g'ri. Prosta sochib tashlagandi Navbahor. Neftchi. Lekin Navbahor bilan tengma-teng o'yin bo'ldi. O'sha golni Andijon ham urib ketishi mumkin edi.
bitta golli o'yin edi bu, bitta standartli o'yin edi. Bu fart ustiga qo'yilgan o'yin. Ya'ni yerda teskarisi ham bo'lishi mumkin. Agar teskarisi bo'lganda men Timur Kapadze haqida ham shu gapni gapirgan bo'lardim. Gap bu yerda muhim emas kim murabbiyligida. Har qanday g'oyani realizatsiyasi uchun, ya'ni futbol borgan sari taktiklashib, avvalgidek futbolchilarning ijro mahorati, kayfiyatiga qaramaydi. Prям futbol bu katta mexanizmga aylanayotgan paytda liboy mexanizmga vaqt kerak. Keyin bitta tomoni bordi. Andijon klubi Samvel Babayanni olib kelayotganda yaxshi bilardi. Uni faqat murabbiylik uchun olib kelinmayotgan edi. O'zini rejasi atrofida o'sha hamma nimani Andijonga olib kelishdi. Futbolchi deymizmi, o'sha struktura deymiz, hammasini. Hozir sen aytgan Timur Kapadze deb boshqacha. Timur Kapadze baribir fikr xayolini murabbiylikka jamlaydi. Samvel Babayanni xohlaymizmi yo'qmi? Baribir 100% murabbiy deb ayta olmaymiz. Uni o'zi ham bilsa kerak, baribirda. Hamma biladi. Funksiyasi ko'proq. Va u odam bitta narsani tushunish kerak. Navbahor kelganda ham Navbahorda qaytang Andijondan ko'ra yaxshiroq tarkib qilgan, kuchliroq tarkib qilgan. O'shanda ham chempion qila olmadi-yu. Hozir buni o'zida 6 ta turdan keyin iste'foga chiqarib yuborilishi bu juda ham katta va noto'g'ri qaror bo'lsa kerak degan haligi fikrdaman. Nimaga? Buni foni o'sha iste'fo chiqib kelgan sababi o'zi bu yil raqobat Vodiyda bo'lyapti-ku, tarkib hamma tomonlama va Vodiyning qolgan jamoalarda natijalar yaxshi bo'lgani uchun ham Andijon muxlislarini aksariyati Samvel Babayan ketsin deydi. Vaholanki ular mavsumni o'sha o'tgan mavsum yakunlanayotganida Samvel Babayanni quchoq ochib kutib olishgan. Endi sabr. Boshqa yo'li yo'q. Menimcha bitta bu hozir ketadigan bo'lsa bitta variant bor xolos uni o'rniga. Lekin u ham kafolatlanmagan. U hali murabbiylar ishlashi. Boshkovich varianti. Boshkovich Andijon keladimi voqea kelsa Samvel Babayanni futbolchilar bilan til topisha oladimi? Bunisi bor. Keyin mana bitta katta fakt aytaman hozir mana. Shu tushunishing uchun. Mana Bestikam aytgan narsani senga fakt bilan. Bu nimani turnir jadvali? U21. Kim turibdi birinchi o'rinda? Andijon. Mana Andijon jamoasini dublini o'tgan yilgi o'yinlari bilan bu yil bilan solishtirilsa, Samvel Babayan birinchi bo'lib jamoani passini to'g'irlashni boshladi. Yosh jamoalarga ajratdi. Andijonda yangi baza ochildi-ku, O'rta Osiyodagi yagona deb aytilgan. O'sha bazada talant bo'lishi kerak. Babayan degani bu faqat futbol degani emas. Bu boshqa narsalar, bu umumiy struktura, bu yerda katta narsalar bor. Mana hozir mana shu natija. Mana bir kun oldin yoki bir kun keyin dublni o'ynashadi. Navbahor Andijon dubl o'rtasidagi o'yin necha bilan tugadi deb o'ylaysan? Taxmin. Bir kun oldin bo'lgan bilmayman. Ha, bir kun oldin. 5-1 ga Andijon g'alaba qozongan. Futbol bu faqat asosiy jamoa emas. Qachonki bir viloyatda hamma futbolni asosiy jamoa bilan o'lchaydigan bo'lsa, u asosiy jamoa rivojlanishi hech qachon bo'lmaydi. Futbol bu keng qamrovli narsa. Men aytmoqchi bo'lgan narsam o'sha baribir oldingi chiziqda ham ancha futbolchilar yig'ilgan edi. Ya'ni jamoa bosh murabbiyi adashmasam mavsum yakunlanmasdan oldin Yangi O'zbekistonda bo'lgan o'yinda edi. Bunyodkor bilan o'yinda tanishtirilgandi. Ya'ni u o'sha tanishtirilmagan, muxlislarga o'zini ko'rsatgan. O'sha ya'ni jamoaga kelganda o'sha o'yinda undan keyin baribir ancha vaqt o'tdi-da. Men o'sha nima demoqchiman, tarkibni o'zi yig'di. Ya'ni u ketkizib yuborgan futbolchilar masalan hozir boshqa jamoada masalan Navbahor masalan oddiy misol qilib o'ynatadigan bo'lsak, Timur Kapadze Usmonovdan qanday foydalandi va o'tgan o'yinda Mamadkazin haqida ham aytib o'tmoqchi edim. O'sha futbolchiga rostdan respekt. O'sha golni nishonlamadi. U masalan ketganda qanaqa gap so'zlar bo'ldi, to'g'rimi? Masalan, ko'pchilik muxlislar yozdi, qanaqadir Sotqin deyil. Keyin o'sha Farhod qo'ydi-ku, masalan, g'alabadan keyin ham nishonlamagan va adashmasam suv bermagan kadrni ham o'sha Farhod kanaliga qo'ygan ekanda, futbolchiga bu borada rostdan respekt. Men nima demoqchiman? Oldingi chiziqqa ham yaxshi masalan Ashortiya, Aziz Turg'unboyev kabi futbolchilar yig'ilgan, lekin ulardan foydalanish bo'lmayapti. Ya'ni ularning formasi ham ancha tushish bo'lib ketdi-da, yoki foydalanish borasida ham muammo bo'lyapti. Babayandan o'zi olib kelgan futbolchilarda ham. To'g'ri, lekin Ashortiya top darajadagi futbolchi emas. Nega top? Kimdan keldi? Bunyodkordan keldi. Yaxshi darajadagi futbolchi. Bunyodkorda chempionat to'plari bo'ldimi? Bo'lmadi. Xo'p, Aziz Turg'unboyev jarohat bilan keldi, yaqinda 2 ta tur tushdimi? 2 ta tur tushdi, xo'p. Martin Buake masalan. Yaxshi, Martin Buake. Asosiy hujumchi qilib olib keldi masalan. Yo'q. Andijonda-chi bitta narsa. Mana Buakening o'rnida Igor Sergeyev bo'lganda yoki mana Ashortiyaning o'rnida Yovovich bo'lganda, bu argument jonli bo'lgan bo'lardi. Menimcha agar o'sha mavsum yakunini oladigan bo'lsak, to'g'ri bitta ikkita o'yinlarda Yovovich yondirdi, no Ashortiya baribir yaxshiroq, masalan, tushgan o'yinlarning hammasida foydalangandi-da. Shunday aytyapsanki, xuddi Doriyev keldi, yordam bera olmadi degandek bo'lyapti-da. Yovovichga qiyoslayapman. Ikkalasi deyarli mavsum yakunida ikkalasining formasi bir xil edi, aka. Yovovich o'tgan yili 4 ta katta o'yinni olib chiqib berdi. Dinamo bilan 5 ta deylik, mana 5 ta katta o'yinni tortib berdi.
Ashortiyani men birorta katta o'yinni yutganini ko'rmadim buni. Bu boshqa darajada. Mavsum startidagi gollari bor edi, keyin to'xtagan. Har qanday legioner mavsum startida zo'r o'ynaydi kontrakt qo'ygandan keyin ko'riladi. Bitta narsada sen aytmoqchi bo'lgan faktorlar ham qisman to'g'ri, lekin bitta narsa men bu gapim bilan Babayan zo'r murabbiy demoqchi emasman. Men shunchaki aytmoqchimanki, Andijon klubi rahbariyati Babayanni olib kelayotganda yaxshi bilardi uni top darajadagi murabbiy emasligini. U murabbiy va menejer klubga kerak bo'lgani uchun olib kelingan. Va katta futbolchilarni Andijonga olib borish qiyin. Bitta narsani tushunish kerak. Namanganga ham qiyin edi. Namanganga olib bordi. Hozir Andijonda pul yo'q deysan, puli bor. Faqat o'shanga bo'sh futbolchi yo'q. Neftchi bu yil qo'yib yubormadi. Qaytadan yana ham kuchaytirdi. Namangan qiynaldi. Timur Kapadze katta nomda, terma jamoa bilan ikkita katta natijani qo'lga kiritgan. Navbahor o'zini kerakli ko'zlagan futbolchilarni ola olmadi. Endi Andijonni ham tushunish kerak-da. Andijon bu yil sabr, faqat sabr. Bu yil sabr, bu yil o'tib olsa, keyingi yil menimcha Andijondan nimadir kutsa bo'ladi. Bu yil hozir 6-turdan bosim, boshqa keyingi o'yinlardachi futbolchilar bundan qattiq bosimda qolib ketadi. Har bitta ura olmagan hali vaziyatlari, murabbiyga bosim, boshqa asablar tarang bo'ladi. Ichki muhit yana ham buzilib ketadi. Hozir qo'yib bersa, masalan, Erondagi vaziyat yaxshi bo'ldi-ku. Atmen bu hali bekor qilindi, lekin hali u rasmiy nimada emasda. Balki ular jahon chempionatigacha ular chempionatni ochmasa futbolchilar ilojsiz o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun vaqtincha bo'lsa ham 2-3 oylik shartnoma bilan o'ynash kerak. O'ynab turadi ham, chunki terma jamoa so'rasa, ular ham menimcha baribir yo'q demaydi. Men hozir Erondagi hamkasblarimiz bilan yaqinda gaplashdim shu masalada. Eronda bu chempionatni bo'lmadi, ya'ni o'tkazilmagan deb hisoblab, kelasi mavsumda yangi boshlash haqida o'ylashayotgan ekan. Chunki o'sha juda katta turlar orqada qolib ketdi, o'ynaladigan. Ularning ham sistemasi biznikiga o'xshagan. Bizga o'xshab o'ynaydi ular ham. O'shaning uchun endi o'sha yetkazib ola olmaydi, boksingdek qilish kerak. Ya'ni bu yog'iga jahon chempionatigacha har 2 kunda o'yin qilish kerak bo'ladi bular. Hozir ham Eronni asosini baribir chempionat vakillari tashkil qilyapti. Adashmasam 20 kundan keyin adashmasam yig'a oladi, chunki shunaqa iloji yo'q. Eron chempionatni o'tkaza olmaydi endi. Chunki hali bu yakuniy qaror emas. Eron ruxsat bermayapti hokazo. Chunki bizni oldinda gap Eronda emas, gap terma jamoaga nomzod futbolchilarning asosiy qismlari, katta qismi, ya'ni Eron chempionatida o'ynayapti-ku. Ular Eron chempionati qachon boshlanarkin klub ruxsat bermayapti deb kuta olmaydi. Formani tiklash uchun baribir 2-3 oylik mavzularimiz juda ko'p. Keyin Oybek Mirzo degan so'nggi fikr o'rnida agar men aytmoqchi bo'lganim, agar Samvel Babayanga agar nomzod bo'lsa, uni iste'foga chiqarish kerak. Nimaga? Chunki FIFA kunlari bo'ladi-ku, o'sha paytda klublar bilan o'rtoqlik o'yinlari o'tkazib, o'sha yana o'zini jamoasini qisman shakllantira olsa bo'ladi. Chunki ijrochilar tomonidan aytsa, rostdan ham Andijonda yaxshi ijrochilar bor. O'sha tomonlama shunaqa fikrdaman. Keyingi mavzularga o'tamiz. Oybek Mirzoning fikrini hurmat qilamiz. Nomzod bitta bosh qo'ychi bo'ldi. Boshqa yo'q, lekin bosh qo'ychi uni ham katta nomlar bilan ishlamagan hali. Andijonga masalan Oston O'ronov balki borib qolsa, men o'ylamayman Oston va bosh kuch zo'r chiqish ketadi. Zo'r anaqa bo'ladi. Oston bormaydi Andijon jamoasiga. Endi misol uchun-da, endi to'g'ri kechagi natijalardan keyin kecha har xil shov-shuv nima bo'lib ketgandan keyin menimcha bormasa ham kerak. Lekin buni vaqt ko'rsatdi. Mayli, Andijon mavzusi ko'p qolib ketdik. Bu rostdan ham bahsiy mavzu, ikkiga bo'linadigan mavzu.